Katta rahmat ommaviy axborot blogerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar. Bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsam, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga. Davlatimiz rahbarini ushbu gaplaridan xulosa qilishimiz kerak. Aslida barchamiz ochiqlik, shaffoflik bu gaplar bejiz emas. Lekin mana yurtdoshlar kuzatyapmiz, ko'ryapsiz, guvohi bo'lyapsiz. Biz videolar bilan beryapmiz. Sud organlari, boshqa huquq organlari ochiqlik, shaffoflikka tayyor emasdik. Ya'ni biz mana sudda bo'ldik. Urganch tumanlararo fuqarolik sudida. Sudlar to'g'risidagi qonunni men aytyapman. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini aytyapman. Uning 81-82-moddalarida ommaviy axborot vositalarining huquqlari, ularning vakolatlari belgilab berilgan. Ya'ni ommaviy axborot vositalariga hattoki aralashish, ularning faoliyatiga aralashish bu qonuniy javobgarlikka sabab bo'ladi. Sudlar to'g'risidagi qonunning 12-moddasida, hurmatli sudlar, sud ishlari barcha hollarda ochiq ko'riladi. Ochiq sud majlislarida ommaviy axborot vositalari audio, videoga sud ishlarini yozib olishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Lekin biz sud binosiga borsak, bizga plenum qarorini ro'kach qilasiz. Plenum qarori aslida sudlar uchun majburiydir. Sudlar qaror qabul qilishda, ajrim qabul qilishda plenum qaroridagi rahbariy ko'rsatmalarni inobatga olib qarorlar qabul qiladi. U ko'rsatma. Lekin O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun qonun majburiy va boshqa organ xodimlari uchun ham, mansabdorlar uchun ham, oddiy fuqarolar uchun ham qonun ustuvordir. Shuni unutmasligimiz kerak. Protsessual kodeksda biz aytamiz. Raislik qiluvchining ruxsati bilan deymiz. Raislik qiluvchi aslida kim degan savolga o'zimiz baho bermaymiz. Biz o'z so'zi bilan aytyapmiz. Raislik qiluvchi, ya'ni ikkita da'vogar javobgarni o'rtasida raislik qiluvchi, ya'ni hakam. Hakam qachon raislik qiladi? Qachonki sud protsessi boshlanganda raislik qiladi. Lekin ommaviy axborot vositalari sud majlisiga kamera bilan, audio yozuvlari bilan kirishi mumkin. Undan keyin taraflarni roziligidan, noroziligidan kelib chiqib sudni ajrimi bilan kameraga olish, olmaslik masalasi hal qilinishi mumkin. Lekin ungacha baribir ochiq sud majlisiga kirib, sudyani ajrim chiqargungacha bo'lgan holatini kameraga olishga haqqilari bor. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risida O'zbekiston Respublikasida qonun bor. Ushbu qonunning 8-moddasida jurnalistni daxlsizligi belgilab qo'yilgan. Lekin biz ko'ryapmizki, ko'pchilik holatlarda jurnalist sud majlislariga borsa, uni kameralari bilan kiritishga biz tish tirnog'imiz bilan qarshilik qilamiz. Qo'riqlash xizmatini olib kelib qo'yganmiz, qo'riqlash xizmati ham ichki ishlar tizimida. Ular qarshilik qiladi. Huquq muhofaza qiluvchi organlarni ommaviy sayyor qabullariga borgan holatlarida ham ularni kamera orqali, ya'ni jamoatchilik nazorati o'rnatish sifatidagi audio, video yozuvlarga olishini qarshilik qilishadi. Nima uchun? Nimaga davlatimiz rahbari bu yoqdan ochiqlik, shaffoflik bo'ladi, biz hech qachon endi ortga qaytmaymiz deyotgan gaplari sud organlari uchun, huquq organlari uchun majburiy emas. Nima uchun? Nimaga biz qonunlarni bajarmaymiz? Bilingki, agar bugun siz qonunni bajarilishiga qarshilik qilsangiz, ertaga siz nafaqaga chiqqaningizda sizni avlodlaringizga ham xuddi shunday ta'sir o'tkaziladi. Biz oddiy haqiqatlarni qabul qila olmayapmiz. Chunki biz tayyor emasmiz. Biz avval tayyor bo'lishimiz kerak. Biz avval qonunlarni yaxshi bilishimiz kerak. Ayrimlar kechalari faqat restoran yurishdan oldin uyida o'tirib qonunlarni yaxshi o'qish kerak. Qonunlarni bilish kerak. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni 9-moddasida jurnalistik tekshiruv o'tkazish huquqiga ega.
u jurnalistik tekshiruv o'tkazishda o'zini qurol aslohalaridan foydalanadi. Barcha ma'lumotlarni yig'adi. Undan keyin jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonunga asosan to'plagan, aniqlagan holatlarni jamoatchilikka ma'lum qiladi. Nahotki biz shu oddiy qonunlarni bilmaymiz. Ommaviy axborot vositalari to'g'risida qonun bor. Ushbu qonunni 35 prim 1-moddasida jurnalistning so'rovi, ya'ni jurnalistning so'roviga og'zaki bo'lsin, elektron bo'lsin, yozma bo'lsin, 7 kun muddatda javob beriladi. Lekin biz so'rovnoma jo'natsak, xuddiki fuqarolar va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunga o'xshatib, siz 15 kun, 1 oy ichida javob berasiz. Demak, mana shu javob berayotganlar qonunlarni bilmasligidan dalolat beradi. Misol tariqasida aytaman. Shovot tumanidagi psixiatr vrachni arizasi bilan jurnalistlarga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202 prim 2-moddasi bilan ularni huquqbuzar deb topyapti. Ya'ni Shovot tuman sudining o'zi shu qarorni qabul qilyapti, jarima jazosi qo'llayapti. Lekin ish hujjatlari bilan biz tanishganimizda sud ishlarida ekspertiza xulosasi mavjud emas. Xo'sh, nima uchun bunday qilyapti? Mana davlatimiz rahbarining bir gapi bor. Ayrim sudyalar aybsiz odamni aybdor deb topish uchun pora talab qilmoqda. Masalan, jinoyat ishlari bo'yicha O'rta Chirchiq tumanining sudining sudyasi Yusupov fuqaro Qalmirzayevga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish soxta hujjatlar asosida tuzilganini bila turib, ichki ishlar xodimlariga 1000 AQSh dollari evaziga Qalmirzayevning aybdor deb topish haqida qaror chiqarishning va'da qilgan va joriy yilning mart oyida ana shu porani olayotgan vaqtda ushlangan. Ana shu yerda mana ichki ishlar organi bilan sudlarni kelishganlik holati yuzaga keladi. Ya'ni qaysidir shaxsni aybdor qilib topish uchun 1000 dollar pora so'ralgan. Xo'sh, bu holat qachongacha davom qiladi? Ichki ishlar organi materiallarni tayyorlaydi, sudga olib boradi, sudya ko'rib chiqadi, uni qaytarib mana bu yerni to'g'rilab kel deydi. Aslida bu mumkin emas bu narsa. Unaqa bo'lmasligi kerak. Aslida bu narsa materialni olib keldimi ichki ishlar xodimi? Agar unda asos yo'qmi? Asossiz kimnidir ayblab olib kelyaptimi? O'sha xodimga nisbatan xususiy ajrim chiqarish kerak. Qaytib bu ishni qilmasligi uchun, qonunlarga asoslanishi uchun, kimnidir ayblashdan oldin, kimnidir huquqbuzar deb topishdan oldin, kimgadir nimadir ayb to'nkashdan oldin uni haqiqiy holatlari, ishdagi subyektiv, obyektiv dalillarni, agar uni o'zini tushunchasi yetmaydigan bo'lsa, filologik tomonidan so'z matnlari, so'z ishlatuvlari, lingvistika ekspertiza xulosalari va boshqa xulosalarni yig'indisini undan talab qilish kerak va undan keyin sud qaror qabul qilishi kerak. Lekin biz bugungi kunda nima qilyapmiz? Ichki ishlar olib kelyapti yoki prokuror materialni olib kelyapti, sud biz uni imkon qadar o'tkazyapmiz. Mana sizga yana bir misol keltiraman. Urganch shahar prokurori Xorazm viloyatida 2 marotaba o'z arizasidan voz kechdi. Nima uchun? Birinchi ishda o'zi arizago'y bo'lib, Urganch shahar hokimining qarorini haqiqiy emas deb topishni so'rab ariza bilan chiqadi prokuratura. Uning arizasi qanoatlantiriladi. Apellyatsiya instansiyasida o'zgarishsiz qoldiriladi. Oliy sudda ham ko'rib chiqib o'z kuchida qoladi. Lekin oradan vaqt o'tib Atayev va Zara, Bekchan va Elviralar bilan bog'liq masala, Mir montaj jamiyat bilan bog'liq ish bu. Oradan vaqt o'tib prokuror yillar o'tgandan keyin sudga ariza bilan murojaat qilyapti, o'z arizasidan voz kechyapti va birinchi instansiya sudi Oliy sudning qarorini ham inobatga olmasdan, yuqori sudning qarorini ham inobatga olmasdan ish yuritishni tugatib tashlayapti. Xo'sh, endi savol tug'iladi, bu ishda hech kimning iltimosi, hech kimning manfaati, hech kim bilan kelishuv yo'qmi? Nima uchun prokuror o'zidan arizasidan voz kechdi? Nima uchun? Xo'sh, biz bu masalalarni ochmasak, agar bu masalalarni biz yopiqligicha qoldirsak, bunaqa ishlar qancha davom qiladi? Yana bir holat. Urganch shahar prokurori 2-marotaba arizasidan voz kechishi.
Sudga chiqdi. Ariza bilan shahar hokimini qarorini haqiqiy emas deb topilishini so'radi. Chunki shahar hokimining qarori haqiqatdan ham haqiqiy emas edi. Unisi ham, bunisi ham. Sababi u yerda jinoyat ishi bor edi. Oliy sudning qarorlari bor edi. Lekin shahar hokimini nohaqiqiy bo'lgan, g'ayri-huquqiy bo'lgan qarorlari bugungi kunda amalda bo'lib kelayotgan edi. Prokuratura bu holatlarni o'rgandi, manfaatdor shaxs ariza berdi holat yuzasidan, o'rganib sudga ariza chiqardi. Sudda prokurorning arizasi qanoatlantirildi. Taraflar uchinchi shaxslar paydo bo'ldi, ular sudga apellyatsiya bilan shikoyat qilishdi. O'z navbatida esa shahar prokurori arizasidan voz kechish haqida apellyatsiya instansiyasiga arizasini qaytarib olish haqida yana ariza berdi. Xo'sh, bunga nima sabab bo'ldi? Nima uchun? Uchinchi shaxslarni katta qurilish kompaniyalari bo'lganligimi? Yoki uchinchi shaxslarni kimnidir xizmatini qilib, hokimlik, prokurorlarning xizmatini qilib yurganligi bu holatlarga sabab bo'ldimi? Ayting, nimalar sabab bo'ldi? Bizda hammasi bor-ku buni. Menda bu bo'yicha hamma ma'lumotlar bor. Nima sababdan prokuror arizasidan voz kechdi? Kim unga iltimos qildi? Viloyat prokurorining qaysi o'rinbosari unga iltimos qildi? Bu holatlar ham bizda bor. Lekin bu holatlarni adolatli, xolisona, shaffof o'rganish uchun yuqori turuvchi prokurorlar adolat nuqtai nazaridan qarashlari kerak. Lekin biz bu holatlarga yuzaki qaraymiz. Uni qilgan harakati bo'yicha oddiygina intizomiy jazo berib qo'yamiz yoki biron bir ogohlantirish beramiz, lekin haqiqiy holatni orqaga qaytarmaymiz. Oqibatda nima bo'ldi? Yuqori sudning qarori bor edi, prokuror arizadan voz kechgani bilan birinchi instansiya sudi ish yuritishni tugatdi. Bu qurilish korxonasi esa undan foydalangan holda go'yoki meni hujjatim kuchida qoldi, hokimning qarori kuchida qoldi deb faraz qilib hujjatlarini rasmiylashtirib tashladi. Lekin vaholanki yuqori sudning qarori haligacha kuchda turibdi. Oliy sudning qaroriga asosan hokim qarori haqiqiy emas. Lekin shahar prokuraturasining bergan arizasi va Urganch tumanlararo ma'muriy sudi sudyasi B. Samiyevni chiqargan ajrimiga asosan ushbu ish yuritishdan tugatildi. Qarang holatni. Xo'sh, bu holatlarni biz indamasdan kuzatib o'tirishimiz kerakmi? Ertaga nima bo'ladi? Yana bir holat aytaman. Xorazm viloyat jinoyat ishlar bo'yicha sudida bo'lgan holat. Sud ajrim qaror qilyapti. Fuqaro esa Xorazm viloyat sudini o'rinbosarini xatosi bilan 8 oy turmada qolib ketyapti. Qarang. Sudning xatosi bilan fuqaro 8 oy turmada qolib ketdi. Sud u fuqaroni oqlagan, lekin darhol turmadan chiqarilsin degan so'z yozilmaganligi uchun u fuqaro turmada qolib ketgan. Lekin biz yakunida nima qildik? Yakunida u sudyalarni biz chapon kiygizib nafaqaga uzatdik. Xo'sh, bu holatlarni ham biz aytmasligimiz kerakmi? Agar biz bugun har bir kasalimizni yashirib boradigan bo'lsak, bilingki, ertaga bu isitma emas, bu bir virusga aylanadi. Bu virus esa butun jamiyatni yeb tugatadi. Agar huquq organlari, sudlar, agar siz shu virus tarqalishini xohlasangiz, bemalol shu ruhda davom qilishingiz mumkin. Agar siz davlatimiz rahbarining siyosatlariga to'g'ri qarab, agar davlatimiz rivojlanishi, fuqarolarimizning haq-huquqlari qonun ustuvor bo'lishini xohlasangiz, siz qonunlarni yaxshi bilishingiz kerak va qonunni buzmaslikka harakat qilishingiz kerak. Biz oddiy fuqarolardan qonunni talab qilyapmiz. Yo'lda transport vositasida bilmasdan biron bir yo'l harakati qoidasini buzib qo'ysa, biz unga nisbatan darhol jarima jazosi qo'llayapmiz. Lekin huquq organlarida, ichki ishlar, sud, prokuratura organlarida, soliq va boshqa huquq organlarida qaysidir xodim qonunni buzib qo'ysa, biz unga oddiy ogohlantirish beryapmiz. Mana shu holatda tarozini pallasi teng bo'lmaganidan keyin
oddiy fuqarolardan e'tiroz bo'lishi haqli. Mana holatni ko'rdingiz. Men sud binosiga boryapman, ochiq sud majlisi deyapman. Qo'riqlash xizmatimi, ichki ishlarmi? Mani savollarimga birontasiga javob bera olmayapti. Savolingiz bo'lsa, matbuot xizmatimizga boring deydi. Hali men o'sha matbuot xizmatiga ham boraman. Siz ham tayyor turing mani savollarimga. Men sizga o'zimdan o'ylab topgan savollarni bermayapman. Men sizga qonunlarni aytyapman. Men sizga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi bizga berilgan vakolatlar yuzasidan qabul qilingan qonun, qarorlar to'g'risida aytyapman. Davlatimiz rahbarini ochiqlik va shaffoflik bo'yicha qabul qilgan qarorlari bu aslida biz jamoatchilik nazoratlari uchun emas, aslida bu davlat idoralari uchun va huquq organlari uchun majburiydir. Lekin siz bu holatlarni tushunmayapsiz. Ikkita fuqaro chiqib o'z haq-huquqini talab qilsa, siz uni darhol mayda bezorilikda yoki bo'lmasa uni namoyish o'tkazganda ayblashga harakat qilyapsiz. Lekin aslida Konstitutsiyada ularni haq-huquqlari belgilab berilgan. So'z erkinligi nima ekanligini biz haligacha tushunmayapmiz. Men hali alohida mavzu qilaman. So'z erkinligi va fuqarolarga umuman olganda insoniyatga berilgan bu huquqlar haqida men tushuntirishim berib o'taman. Albatta qonunlardan kelib chiqib. Albatta qonunlarda yozilganini men sizga aytib beraman. Men o'zimdan chiqarib bir gap aytmayman. Mana shunaqa yurtdoshlar. Shuning uchun men har doim aytaman, biz qonunlarni yaxshi bilishimiz kerak. Qonunlarni yaxshi bilish demak sizni tinch bo'lishingiz va sizni avlodingiz qonuniy davlatda yashashini kafolati bo'ladi. Huquq organlari yuqori rahbarlari men sizlardan so'rab qolar edim, xodimlaringizni, sudlarni bu borada yaxshilab o'rgatishingizni va mana shu qonunlarimiz bo'yicha tanishtirishingizni so'rab qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun.